Yo'qmi? Yo'qdimi? Zarnigor. Men sizga bitta aytaman. Yo'qdimi? O'zimning fikrimda har doim qat'iy turganman. Kimdir buni yoqtiradi, kimdir yoqtirmaydi. Ibrohim aka, Men sizga to'g'risini aytaman, eshiting. hayajon bosildi. Hozir mana gaplashganimdan keyin hayajonim pochib bosildi. Ibrohim aka, bir marta imkoniyat Zarnigor. bering. Haydab borsangiz ham indamay Siz ketaman. eshitishni bilmas ekansiz, a? Ibrohim aka, jonim. Qo'ymayapsiz, fikrimni aytishimga qo'y. Men ham gapiray. Faqat siz endi boshlasam siz bo'lib tashlab gapimni. Baqirib yig'layman. Ketmayman, shu sahnaga o'tiraman. Eshiting oxirigacha, iltimos. Kunlikka tushiryapti gaplaringiz. Men sizga yo'q deyman. Nimaga Ibrohim aka bunaqa qilmang? Ishtirok uchun kattakon rahmat. Siz ikkita ha, ikkita yo'q. Siz bugun X faktorni tark etasiz. Sog' bo'ling. Marhamat, boshqalarga bo'shatib bering. Biz davom etishimiz kerak. Hozir shok ahvolga tushib